boshqarma tomonidan qanday strategik bir dastur ishlab chiqarilganmi va aynan shu sohada shu yo'nalishda qanday ishlar amalga oshirilmoqda bugungi kunda? Haqiqatan ham bandlik masalasi tizimda buni qamrab olish imkoniyati yo'q, bu faqat borib joyda ko'z kechirish mumkin. Ya'ni masalan tasavvur qiling, bitta qurilish dom obyekti bo'lsa, bizda har bitta xodimimizda mahalla inspektorining qo'lida plansheti bor. O'rganda firma bor. Sobotda masalan misol uchun 5 ta, lekin ko'z kechirganimizda 15 ta bo'lishi mumkin. 15 ta bo'lishi uni yechab integratsiya dastur orqali aniqlash imkoniyati yo'q. Lekin mana yaqinda 2025-yil 27-fevralda 78-sonli qarorga asosan soliq organ xodimlari tomonidan ularga biriktirilgan korxona, mahallaviy tadbirkorlik subyektlar ro'yxatida o'tkazilgan tekshiruvlar ro'yxati shakllantirildi. Ya'ni bizda bo'lib o'sha masalan 4 ta yo'nalishi belgilangan. Bittasi ya'ni mehnat faoliyatini amalga oshirish xodimlarini hamda mehnatga haq to'lash fondining soliq sohasida aks ettirmaslik yo'nalishi bo'yicha. Ya'ni bor shu narsani aniqladik, biz ko'rdik, bildik, lekin shu paytgacha oqlantirdik, tushuntirdik. Hech qanaqa reaksiya bo'lmagandan keyin hatto muammo bor edi. Mana katta rahmat. Mana yaqinda o'sha 28-fevraldagi PK 78-sonli qarorga muvofiq mana shu vakolat soliq organlariga berildi. Ya'ni birinchi marta ko'rganimizda ogohlantiramiz. Hurmatli soliq to'lovchi, mana sizni soliq organlariga taqdim etgan hisobotingizda ishchilar soni 4 nafarni tashkil qiladi. Lekin kelib ko'zdan kechirganimizda 15 nafarni tashkil qiladi. 3 kun muddatda bartaraf qilishingizni so'raymiz deb tushuntirib, ogohlantirish sifatida ko'rsatib kelamiz. 3 kundan keyin agar bartaraf etilmaydigan bo'lsa, belgilangan tartibda nazorat tadbirlari o'tkaziladi va tegishli choralar ko'riladi.